Hammaga assalomu alaykum, hurmatli Promotion platformasi o'quvchilari. Bugungi darsimizda Adobe After Effects'dagi to'g'ri render qilish qonun-qoidalari bilan yaqindan tanishamiz. Bundan oldingi darsda mana bunday ko'rinishdagi animatsiyani tayyorlagan edik. Bu darsda bo'ladigan bo'lsa, bu animatsiyamizga yana ozgincha o'zgartirish kiritib, to'g'ri render qilish bo'yicha gaplashamiz. Men hozir buni chetlariga ozgina stroke bermoqchiman. Buning uchun mana bu yerdagi strokni berib, ozgina ko'paytirib qo'yaman. Va menda mana bunday ko'rinishdagi animatsiya hosil bo'ladi. Xo'p, keling endi mana shu animatsiyani to'g'ri render qilish nastroykalari bilan yaqindan tanishsak. Xo'p, birinchi navbatda renderga javob beradigan shortkat bu Ctrl M. Shortkat yordamida render settings, ya'ni render queue bo'limiga o'tib olishimiz mumkin. Va eslatib o'taman, render qilayotganingizda mana bu yerdagi orqa fon, agar sizlar orqa fon bilan render qilmoqchi bo'lsanglar, hech qanaqa orqada yoki white solid yokida shunga o'xshagan boshqa o'zida obyekt saqlaydigan, ma'lumot saqlaydigan qanaqadir videoni qoplab turadigan narsa bo'lmasligi kerak. Ya'ni video bo'sh turishi kerak. Ya'ni orqa fonda hech nima bo'lmasligi kerak. Ya'ni mana bu yerdagi funksiyani yoqqanda orqa fon mana bu yerdagi prozrachniy, ya'ni transparent bo'lib turishi kerak. Xo'p, buni shunaqa qilib tekshirib olishingiz mumkin. Mana orqa fonimda hech nima yo'q va render qilayotganda albatta orqa fonni qoraga o'girib render qilishimiz kerak bo'ladi. Tekshirib olamiz, shu orqasi shaffofmi yoki yo'q. Xo'p. Ctrl M yordamida o'tsanglar bo'ladi. Mana bu yerdan ham o'tishingiz mumkin. Render ustiga bosib, mana bu yerdagi umumiy output modullari bilan yaqindan tanishsak bo'lar ekan. Xo'p, buni ustiga bosamiz va mana bu yerdagi format bizda agarda orqasini prozrachniy qilib render qilmoqchi bo'lsak, albatta QuickTime'da turishi kerak. Ya'ni QuickTime'da turgan holatdagina orqa fon render bo'ladi. QuickTime.mov formatda o'zida obyektlarni, videolarni saqlaydigan shu formatda. Xo'p. QuickTime'ga qo'yganimizdan keyin umumiy videoni kanallarini RGB dan RGB+ alfaga o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Va bu yerdan boshqa narsaga tegmaymiz, shunchaki OK ni bosamiz. Va mana bu yerdagi base settings ustiga bosib, hamma narsa eng sifatli kачествоda turganiga e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Va mana bu yerdan umumiy animatsiyalar qayerga tushishini tanlashingiz mumkin bo'lar ekan. Renderni bosganimizda animatsiyamiz tayyor bo'lar ekan. Va xuddi shu animatsiyani Premiere Pro dasturida orqa foni yo'q, ya'ni backgroundi yo'q, shaffof formatda ko'rishingiz mumkin bo'lar ekan. Va hozir render qilib olgan .mov formatidagi animatsiyamizni Premiere Proga yangi proyekt ochib tashlaydigan bo'lsak, buni orqa foni yo'q ko'rinishda tushar ekan. Ko'rishingiz mumkin orqa foni yo'q, ya'ni prozrachniy formatda render bo'lgan. Keling endi xuddi shu animatsiyani orqa foni bilan birgalikda After Effects'da to'g'ri, ya'ni telefonda ochadigan formatda render qilamiz. Ya'ni After Effects'da o'zi qanaqa formatda render qilish qonun-qoidalari bo'yicha tushuntirib beraman. Xo'p, misol tariqasida orqa foniga nimadir turishi uchun kerakli narsani tashlayman. Deylik, mana bu partiklni tashlab oldim. Orqa fonida turishi uchun. Va shu orqa fondan biz H264 formatda render qilishni o'rganamiz. Ctrl M bosamiz. Bu bo'limga o'tamiz va bu yerdan H264 ni tanlab qo'yamiz. Ya'ni bu MP4 formati. .mp4 formati H264 bo'ladi. Va bu yerdan kanallariga tegmaymiz, o'zgartirmaymiz. Bu yerda color bitini o'zgartirsanglar bo'ladi. Bu o'zi After Effects'larga tavsiya qilgan bitida turishi kerak. Mana bu yerda bo'ladigan bo'lsa umumiy necha razницада qanaqa качествоda render bo'layotganini ko'rsatib turadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Va mana bu yerdagi strelkani bosadigan bo'lsangiz, sizda mana oyna ochiladi. Bu yerdagi Match Render Settings 40 qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, animatsiyalar yoki tayyorlagan videolar yana ham sifatli formatda render bo'ladi. Bu yerdan qayerga tushishini tanlaysizlar umumiy videoni. Tanlab bo'lganingizdan keyin bu yerdan render tugmasini bosamiz va animatsiyamiz render bo'ladi. Keling hozir render qilgan mana shu ikkita faylni bir-biri bilan solishtirib ko'rsak. Ya'ni hozir render qilgan MP4 formatdagi H264 formati razmeriga e'tibor berishingiz mumkin, 7 megabayt. Ya'ni buni Instagramga yoki telefonda bemalol galereyaga saqlanib qilsa bo'ladi. Lekin mana bu .mov formati 10 megabayt, shu buni orqasi yo'q. Ya'ni oddiy playerlar ham даже ochmaydi. Mana shu formatda render qilsanglar, oddiy player buni ochmaydi. Buni boshqa playerda ochishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, mana bu playerda. Bu player ushbu videoni ochadi. Ikkinchi videoni bo'ladigan bo'lsa, istalgan player ochishi mumkin. Mana qiynalmasdan ochadi. Bugungi videoda Adobe After Effects dasturida qanday qilib to'g'ri nastroykalar bilan render qilish sir-sinoatlarini o'rgandik.